Assalomu alaykum. Mana bugun Qo'qon bozoridamiz. Mana bu yerda mana bitta chikochamiz bor. 18-iyun 2025-yil. Radnoy mana. Даже petnosi ham yo'q ekan mashinamizni. 2001-yil mana holati. Kam yurgan deganlarga mana 3000 yur. Ko'pchilik so'ragan edi, lekin telefon nomerlaringni esimdan chiqarib qo'ygandim. Mana telefon qilib murojaat qilaversa, telefon nomerni beraman hozir. 2001 Radnoy mashinamiz. Zavoddan chiqqan salafanlari bilan turibdi. Zapaskalar tushmagan. Mana hamma yo'g'i zavod turibdi mana. Mana holati. Mana eshiklari ham. 3000 yurgan xolos ekan probegi. Mana baldag'ida hamma yo'q. Urilgan, surilgan hech nima anaqasi yo'q. Suvarka-puvarkalari hamma yo'q Radnoy. Mana orqa holatlari ham. Yangi olaman minaman deydiganlarga mana mashinamiz. Narxiga kelsak, narxini qancha deyapsiz aka? 8000 dan tushib beraman. 8000 dollar ekan. Nomeri ham chiroyli nomer ekan. Kami bor ekan. Nomeri ham qadalmagan. Ladno, orqasini ochaylik aka. 8 dan tushib berishadi. Mana holati asal turibdi. Chok-chokida. Mana damkirat. Zapaskalar ham tushmagan, damkirat ham tushmagan ekan mana. Mana qancha turibdi? 8000 ekan ota. Mana ichki holatlari mana. Telefon nomeri aytib yuborasiz aka? 91lik Hop. 679 Aha. 4005. Mana shu telefon nomerlarga murojaat qilaverasizlar, kelishtirib berishadi. Qimmat so'raganlar negativ yozmanglar. Egasi o'zini anaqasi nima deydi, xaridori chiqadi, oladi oladiganlar. 8000 ga jentra beradi, pentra beradi deb negativ yozmanglar. Ishqivoz olaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 8000 dan tushib berishar ekan. Like bosish, podpiska qilish eslaringizdan chiqmasin. Qo'qon bozori 18-iyun 2025-yil.